Vokzal territoriyasidan bugun 6 etajli Novostroykaning 5-qavatida joylashgan 2 xonali juda ham arzon va ixcham bo'lgan kvartiramiz savdoga chiqdi azizlar. Sizlarga bugun video obzorini qilib berib o'tib ketaman. Shahar markazida arzon kvartira izlab yurganlarga jo'natib qo'yamiz. Marhamat, ko'rib turgan joyingiz zal qismi bo'lyapti. Bu yerda chiroyli qilib televizion uchun joy tashlab ketilgan. Bu yerda mягкий уголок, mebel qo'yish uchun joylar mavjud va bu yerda oshxonasini ko'rishingiz mumkin. Marhamat, oshxonasi ham juda ham ixcham, barcha kerakli mebel jihozlari mavjud azizlar. O'tirish uchun serial zona qilishingiz ham mumkin. Va bu yerdan chiqishimiz bilan mana bu yerda asosiy kirish eshigimiz bo'lyapti. Bu yer koridor va bu yerda ikkinchi xonamiz yotoqxona, katta yotoqxonasi, ya'ni mebellari, barcha shkaflari barchasi mavjud. Televizorlar uchun ham joylar tashlab ketilgan. Bu yerda umumiy yuvinish xonasi ko'rishingiz mumkin. Juda ham dekorativ, chiroyli qilingan. Kvartiramiz 5-qavatda joylashgan, 39 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsak, 39 ming so'raladi. Yana savdosi bor. Telefon qiling, chiroyli qilib olib beramiz.